Men sizga hoziroq Real Madridni boshqa jamoalardan yana bitta ajralib turadigan faktini aytaman. Siz esa bu videoni darhol o'zingiz bilasiz kimga yuborishni. Aytgancha, shunaqa mod qiladigan yangiliklar faqatgina bizda. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Bilasizlar, yaqinda qishki transfer oynasi yopildi va barcha jamoalar ulardan kelganicha o'zlari muhtoj bo'lgan o'yinchilarga takliflar yuborishdi. Va bir xillar yangi jamoaga o'tadi, bir xillar esa yo'q. Ammo Real Madrid hech kimga taklif yubormadi, hech kimga qiziqish ham bildirmadi. Lekin bir nechta yulduzlar o'zlarini agentlari orqali o'zlarini xizmatlarini Realga taklif qilishgan. Keling, bu o'yinchilarni obro'larini tushirmaslik uchun ular kimligini aytmayman. Agarda qiziqayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegram kanalimizga kirib, Zagrebda ularning ismlarini ko'rsangiz bo'ladi. Ammo fakt shundaki, xohlaysanmi, xohlamaysanmi, lekin barcha o'yinchilar yodganda bir marta Real formasini kiyishni istashadi.